Ikkinchi, glikoliz, ya'ni kislorodsiz parchalanish hujayra sitoplazmasida amalga oshadi. Va bunda bir molekula glyukoza, 2 molekula fosfat kislota, 2 ta ATF ishtirokida 2 ta sut kislotasi, 2 ta ATF va 2 ta suv molekulasini hosil qiladi. Va glyukoza spirtli bijig'ishda esa 2 molekula etil spirti, 2 ta ATF, 2 ta suv va 2 ta karbonat angidrid gazini hosil qiladi. Biz bilamizki, bir molekula ATF tarkibida 40 kilojoul energiya saqlanadi. Ikkinchi bosqichda hosil bo'lgan 2 molekula ATFda qancha saqlanadi deb hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 80 kilojoul energiya kelib chiqadi. Ikkinchi bosqichda hosil bo'layotgan energiyaning 40% aynan ATF tarkibida, ya'ni 80 kilojoulda saqlangan bo'ladi. 100% qism qancha deb hisoblaydigan bo'lsak, 200 kilojoul kelib chiqadi. Umumiy 200 kilojoul energiyadan ATF tarkibida saqlanayotgan 80 kilojoul energiyani ayiradigan bo'lsak, bu yerda 120 kilojoul energiya issiqlik sifatida tarqalayotgani kelib chiqadi. Biz bilamizki, bir molekula glyukozada umumiy holatda 2800 kilojoul energiya saqlanadi. Ikkinchi glikoliz natijasida hosil bo'lgan umumiy 200 kilojoul energiyadan 2800 ni ayiradigan bo'lsak, bu yerda 2600 kilojoul energiya 3-bosqichga qolayotgani kelib chiqadi. 3-kislorodli aerob bosqich hujayra organoid hisoblangan mitoxondriyada kechadi va bunda ikkinchi bosqichda hosil bo'lgan 2 molekula sut kislotasi, kislorod, fosfat kislota, ATF ishtirokida 6 mol karbonat angidrid gazi, 36 ta ATF va 42 molekula suvni hosil qiladi. Bitta ATF tarkibida 40 kilojoul energiya saqlanadi. 3-bosqichda hosil bo'lgan 36 ta ATFda qancha energiya saqlanadi deb hisoblasak, 1440 kilojoul energiya kelib chiqadi. 3-bosqichda jami holatda 2600 kilojoul energiya ajralib chiqish kerak edi. ATF tarkibida 1440 kilojoul energiya bor. Demak, 2600 dan 1440 da ayiradigan bo'lsak, 1160 kilojoul energiya issiqlik sifatida tarqalayotgani kelib chiqadi. Demak, 3-aerob bosqichda umumiy holatda 2600 kilojoul energiya ajralib chiqadi va shundan 1440 kilojoul energiya ATF tarkibida, 1160 kilojoul energiya esa issiqlik sifatida tarqalayotgani kelib chiqadi. Bir molekula glyukozaning to'liq parchalanishidan umumiy holatda 38 ta ATF, umumiy holatda 44 molekula suv hosil bo'layotganini ko'rish mumkin bo'ladi.